masalan fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun koridorlarga bitta namunada qo'yilgan bo'lardi, ilib qo'yilardi. O'sha yerdan biz talabalar tika turib ko'chirardik. Universitetimizni ichida energetika fakultetini loyihalar jihatidan birinchi o'rinda turadi. Baribir energetikadan voz kechmayman dedilar domla. 2 marta sovg'a olyapsiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va talabalar. Bugun biz World Pictures jamoasi Ustozlar markazida loyihasini ilk mehmoni, ya'ni energetika muhandisligi fakulteti dekani O'zbekov Mirsoli Odiljonovich. Xush kelibsiz domla. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Domlajon, bugungi ko'rsatuvimizda talabalar tomonidan juda ham ko'p savollar kelgan. Biz ularni saralab sizga yetkazamiz. Iloji boricha siz bizga aniq javoblar va samimiy javoblarni berishingizni xohlardik. Maylimi shunga? Albatta, harakat qilamiz. Undan oldin bo'lsa, o'zingiz bilan ozroq suhbatlashsak degandik. Marhamat. Nima deyman? Katta deymanmi? Ustoz, bizni asosiy ko'rsatuvimizning maqsadi o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi devorni olib tashlash va shu sababli biz sizga bir nechta savollar beramiz. Shularga javob berasiz degan umiddamiz. Albatta. Bo'lmasam boshladik. Birinchi savolimiz. Hozirda energetika sohasi sun'iy intellekt va raqamli egizaklar texnologiyalari kirib kelyapti. Fakultetimiz bitiruvchilari 5-10 yildan keyin transformatorlar javoni bilan emas, balki kodlar va algoritmlar bilan ishlashga tayyormi? Bizga hozirda nimalarni o'rganishni maslahat berasiz? Degan savol keldi. Yaxshi, endi bu sun'iy intellekt deganimizda faqatgina sun'iy intellekt bu alohida xususiyatga ega emas. Buni asosida baribir bizni energetikamizni tayanchlari, fizik qonunlar yotadi. Ya'ni biz har bitta transformator yoki elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash jarayonlarini, qonuniyatlarini bilmasak, biz sun'iy intellektni uni qo'llayolmaymiz. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zimiz kasbimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Sun'iy intellekt deganda bizda endi ana shu loyihalangan, ishlab turgan qurilmalarda parametrlari bo'ladi, ya'ni ko'rsatkichlari bo'ladi, kuchlanish yoki quvvati yoki toki. Mana shu jarayonda shularni yig'ib bir ombor qilinsa, ya'ni baza qilinadi. Shu bazalar asosida sun'iy intellekt ishlatiladi. Ya'ni biz uni transformatorlarsiz yoki undagi ishlash prinsiplarisiz sun'iy intellektni o'zini o'zi qo'llashning imkoniyati mavjud emas. Rahmat katta javob uchun. Endi navbat keyingi savolimizga. Agar bugun yana talaba bo'lganingizda, hozirgi bilim va tajribangiz bilan nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz? Va aynan bugungi talabalar qaysi imkoniyatlardan to'liq foydalanmayapti deb o'ylaysiz? Rahmat savol uchun. Endi buning uchun bizni davrimizga kelish kerak. Men Farg'ona politexnika institutini 2006-2010 yillarda o'qib tamomlaganman. Elektr energetika yo'nalishini. Endi bizni davrimizda hozirgi imkoniyatlar bo'lmagan, endi solishtiramizda endi. Biz davrimizda telefonlar endi kirib kelayotgan payti, unda endi knopkali telefonlar, bunaqa internet yoki bir aloqa yoki ma'lumot almashish unaqa darajada emas edi. Bitta misol uchun keltiradigan bo'lsak, hozirgi kunda mana bizni har bitta talabamiz yoki oddiy insonimiz ham o'zini uyida energiya tejamkor lampalar, LED lampalarni o'rnatishni hozirgi kunda hamma biladi, ko'rgan. Biz talabaligimizda bu narsa, biz 3-kursga kelganimizda biz ustozimiz Jabborov To'lqin Kamolovich rasmda ko'rsatganlar. Bu ham internet ma'lumoti bo'lmagan, katalog ma'lumoti bo'lgan, bir varaqli ma'lumot. Mana talabalarimiz hozirgi mana cho'g'lama lampalarda samaradorligi 1,5% bo'lsa, undan keyin lyumitsent lampalar chiqdi 3%, mana bularniki mana energiya samarador 90% dan oshiq bo'ladi. Hamda oldin standartlari bo'lgan bo'lsa, o'sha quvvatlarini, ya'ni katta quvvatli 40 vatli, 75 vatli, 100 vatli bo'lgan bo'lsa, unda o'sha katalog ma'lumotida domla ko'rsatganda 5 vatli, 10 vatli, 20 vatli degan yozuvlar bo'lgan. Ya'ni biz bularni mana
solishtirish uchunda oradan vaqt unchalik ko'p o'tmagan bo'lsa ham mana 15 yil o'tdi, lekin biz o'sha o'qigan paytda xuddi o'shandek rasm shaklida biz mana shu hozirgi zamonaviy energiya zakor lampalarni ko'rganmiz. Laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar bor. Bunday uslubiy ko'rsatmalar oldin hozirdaqa ma'lumot almashishga imkoniyat bo'lmagan. Ularni soni chegaralangan bo'lgan. Biz talabalar masalan fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun koridorlarga bitta namunada qo'yilgan bo'lardi, ilib qo'yilardi. O'sha yerdan biz talabalar tika turib ko'chirardik. Ya'ni laboratoriya mashg'ulotini bajarish uchun ko'chirardik. Keyin unga tayyorgarlik ko'rib kelib, darslikda javob berardik. Javobimiz qoniqarli bo'lib tushunganimizdan keyin laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishga ruxsat beriladi. Endi hozirgi kunga kelib raqamli transformatsiya juda kuchayib ketdi. Ma'lumotlar o'zgarish, ma'lumotlar qayta ishlash o'ta yuqori darajaga yetib bordi. Hozirgi kunda talabalarimizga imkoniyatlar juda keng. Ya'ni bu yerda talabalarimiz mustaqil ta'limlari yoki laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun ularga uslubiy ko'rsatmalar elektron variantda kelyapti. Ma'lumotlar jahonda o'zgarishlar, mana aytib o'tdim, hali biz qog'ozda ko'rgan bo'lsak ilak lampalarni, endi hozirgi kunda yangi narsa chiqqan bo'lsa bir zumda u internet orqali o'zi ko'rib, buni foydalanib, undan tashqari 3D modellar chiqib ketdi. Talabalar nafaqat amaliyotga borib ko'rishdan oldin uni har bitta qismini dasturlarda yoki internet manbalarida, ijtimoiy tarmoqlarda uni kuzatib borib, o'zini ustida ishlashi mumkin. Endi mana shunday ikkala davrda taqqoslagan bo'lsak, hozirgi kunda talabalarimizga endi yana bitta qo'shimcha ma'lumot kelib chiqdi. Bu imkoniyat, bu sun'iy intellekt. Ya'ni talaba ba'zi qismlarini bilmasa yoki savoliga javob topa olmasa, mana shu joyda sun'iy intellektdan foydalanishi mumkin. Undan tashqari qandaydir dasturlarda ishlab chiqishda o'zini imkoniyati bo'lmasa, dasturlardan foydalanish imkoniyati bor. Veb sahifalar tayyorlaysizmi, mobil ilovalar, buning uchun hozir keng imkoniyatlar bor va talabalarimiz mana shu imkoniyatlardan keng foydalanishga, o'z ustida ishlashga, o'zini ustida ishlashlari talab etiladi. Rahmat javob Endi uchun. mana shulardan foydalanmayapti degan javob kelib qoladi. Ha, ma'noda chiqyapti. Chiqyapti. Ha. Navbatdagi savolimiz, bizga motivatsiya beradigan maslahat bera olasizmi? Motivatsiya beradigan maslahat. Endi bu savol juda keng qamrovli. Hammada motivatsiya deganda har xil nimalar javob bersangiz motivatsiya bera olasiz. Xo'p, talabalarning oldiga ko'plab uchrashuvlarga kiramiz va doimiy motivatsiya beradigan bir gaplarim bor. Endi bu gaplarim quyidagicha. Mana talabalar oldiga kirganimizda aytamanki, dehqonlar bor. Ular qishda qish demaydi, sovuqda sovuq demaydi yoki yozda issiqda issiq demaydi, chiqib mehnat qiladi. Ya'ni ular o'ziga o'zi talab qo'yadi. Talabini bajargandan keyin u xirmonini o'ylaydi. Ya'ni men mana shu narsalarni qildim, mehnatimni orqasidan shuncha daromad ko'raman. Talabalarga ham xuddi shunday savol beraman. Siz hozirgi kunda o'zingizga o'zingiz, bu oliy ta'lim erkinmi, majburiy ta'lim emas. O'zingizga o'zingiz talab qo'ymasangiz, keyin bitirib chiqqaningizdan keyin qayerda o'zingizni his qilyapsiz? Ya'ni har bittasiga savol bersangiz, oddiy ishchi bo'lasizmi, kam maoshli ishda ishlamoqchimisiz? Siz yo'q deb javob beradi. Endi siz o'zingiz ustingizga talabni qo'ymasangiz, siz natijada ham o'shanday qolishingizga majbur bo'lasiz. Siz yuqori natijalar kutmasligingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirdan siz ishlashingiz kerakmi? Hozirgi kunda yuqori maoshli ishlar nima talab qilyapti? Hozirgi kunda kadrlardan ingliz tilini bilish, chet tillarini bilish, muhandislik dasturlarida IT texnologiyalarini yaxshi bilishi, shu bilan birgalikda o'z sohasini mutaxassisi bo'lishini talab qilyapti. Mana shu uchala narsani siz amalga oshirsangiz, siz yuqori maoshli
ishda ishlaysiz. Agarda siz hozirgi kunda ijtimoiy ahvolingiz og'ir bo'lishi mumkin, lekin yaxshi bo'lgan talabalarimiz ham uydagilarga yordam beraman deydida, ko'chadagi ishlarni chiqib ishlayapti. Mana shuni savol beraman doim, siz qancha oylik olyapsiz? O'rtacha shu darsdan keyin chiqib ishlagan oyligi 2 million atrofida bo'ladi odatda. Yani 1 yil ishlasangiz qancha oylik topasiz? 1 yil ishlasak masalan 24 million oylik topaman. Xo'p, siz 4 yil davomida 100 million pul topasiz. Lekin siz o'zingiz ustingizda ishlamadingiz, siz ustozlar bergan talabni qilmadingiz, siz natijada bozor iqtisodiyoti hozirgi kundagi ishlab chiqaruvchi kadrlarni, buyurtmachilarni talabini bajarmayapsiz. Siz undan keyin necha pul oylik topasiz? Sizda o'zgarish umuman olganda bo'lmaydi. Ya'ni shu oylikda siz butun umrga ishlashingizga to'g'ri keladi. Ana endi siz 4 yil davomida bilimni orqasidan quvib, bilimni olsangiz, o'zingiz ustingizda ishlasangiz, talab qo'ysangiz, siz nafaqat O'zbekistonda yuqori maoshli lavozimda, balkim undan ham yuqori bo'lgan chet ellarda ham kerakli mutaxassis bo'lib ishlaysiz. Ya'ni siz 4 yil davomida topgan pulingizni siz bitirib chiqqaningizdan keyin yaxshi ish joylarida uzoq 4 oy, 5 oyda o'sha pulni topib, ya'ni hayotingizni oxirigacha bu maoshda ishlashingiz mumkin degan motivatsion nima qilamiz? Ya'ni ularni ham yoshini hisobga olamiz. O'rtacha yoshlari 20 yosh. O'zbekistonda o'rtacha yashash yoshi 75 yosh. Ya'ni siz 4 yillik umringizni ketkazib, qolgan 50 yil yoki undan ortiq bo'lgan umringizni qiynalish bilan o'tkazasizmi yoki 4 yil davomida qiynalib bilim olib, undan keyin yaxshi hayotni kechirasizmi degan motivatsiya shu bizda doim bir xil. Rahmat katta, juda ham o'rinli deb bilaman. Juda ham domladan o'zlaridan ham ko'p eshitganman bu narsalarni. Rahmat katta. Keyingi savolimiz. Ustoz, agar yana bir bor talaba bo'lganingizda, aynan energetika yo'nalishida o'qib, bugungi darajada faqat chiqish uchun nimalarni boshqacha qilgan bo'lardingiz? Bu savol orqali biz talabalar o'z yo'limizni aniqroq belgilab olishni istaymiz. Hozirgi bundan oldingi savollarda aytib o'tganimizdek, endi energetikani sohasini tanlarmi desangiz, albatta buning uchun ota-onam ham albatta shuni tavsiya qilgan, o'zim ham qiziqishlarim bo'lgan. Nimalar tavsiya qilgan bo'lardingiz degan joyga bundan oldingi yana savol bilan yana yonma-yon bizdagi imkoniyatlar chegaralangan bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda imkoniyatlar chegarasiz. Shu chegarasiz imkoniyatlardan imkoniyat boricha to'laqonli foydalanish, o'z ustida ishlashni tavsiya qilamiz. Rahmat katta. Keyingi savolimiz. Assalomu alaykum domlalar. Mening savolim shundan iboratki, agar siz qayta imkoniyat, ya'ni yosh talaba paytga qaytganingizda, sizga universitetdan tashqari boshqa xohlagan ishingni tanlashingiz mumkin deyishganda, qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? Endi asosan odatda biz hayotda orqaga juda ko'plab qaramayman. Masalan, o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'tmishdagi narsalar yoki qilingan ishlarni xatolar bo'lishi mumkin, omadlar ham bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha oldinga intilish, doim orqaga unchalik nazar tutmaymiz. Lekin shunga qaramasdan agar bo'lganda, agar o'sha vaqt qaytib kelgan bo'lganda, yana ham o'zimiz ustimizda qattiqroq ishlab, energetika sohasi bu dolzarb, bu kelajak uchun ham va o'tmishda ham qaraydigan bo'lsak, barcha iqtisodiyotdagi mumkin bo'lgan kasblar, iqtisodiyot tarmoqlarini asosiy rivojlantiruvchi obyekti sifatida energiya qaralgan. Ya'ni o'sha o'tmishga qaraydigan bo'lsak, kemalarda ixtiro qilinishi, bu savdo-sotiq ishlarini, odamlarni uzoqni yaqin qilish, tegirmonlar qaraydigan bo'lsak, bular ham shu energetikani birlamchi nimalari bo'lgan bo'lsa, rivojlantiruvchi, olovdan ham olib qaraydigan bo'lsak, bu hamma sohaga, oziq-ovqat, hamma narsani tagida energiya turibdi. Energetika sohasi. Bu sohani qiziqib o'rganish kerak. Buni tagida ko'plab biz bilmagan yangi yo'nalishlar mana chiqadi, bilmagan sir-asrorlarimiz ko'p. Shuning uchun hayotda nima deydi? Maqsadni oxirgisini qo'ya olmaymiz. Biz ma'lum bir vaqtga qandaydir maqsad